jonim, sen sog'indim, sen ko'rmasam bo'lmaydi, davay ko'rishaylik deydi, lekin gullasiz va och uyga qaytib kelaman. Nega? Sendaqalarni it boqqan, it tarbiyalagan deb oilaviy gruppaga qaynakamni yozgani yuragimni og'ritgan. Tanishganimdan xursandman deb obratni javob qaytarib olmaganmisiz? Hoppa, bir insondan soch kiyapti, 4 ta bolasi bor, xotiniga 3 taloq qo'ygan ekan. Buni hamma bilar ekan, lekin qonuniy ajrashmagan ekan. Men ham turmushdan chiqishgan, bitta farzandim bor. Nima qilay, ayol bilan gaplashib turarkan degansizmi, uncha uyga tushmadim. Yo'q. Sizga nima kerak? 4 ta bolasi bor, timol talog'ini bergan, lekin qonuniy hali ajrashmagan. Hozir shunaqalar ko'payib ketgan, taloq berib turib, keyin yana qaytib nikohiga olib oladiganlar. Timol qonuniy ajrashmagan ekan. Sizga ne sovetov? Timol o'zi ajrashgansiz, bir marta yegan bo'qni ikkinchi marta yemagan salim. Shuning uchun yaxshilab o'ylab ko'ring, sabr qiling, обязательно o'zingiz chiqadi yaxshi inson. Qayerdan bilasiz, uylanmagan inson chiqar. Hozir uylanmagan bolalar juda ham ko'p, misol uchun turmushdan ajrashgan bo'lsa ham uylanadigan, farzandi bo'lsa ham oladigan yigitlar, mard yigitlarimiz ko'p. Ilohim baxtingizni mana shunaqa mard yigitlarga qo'shib qo'ygan bo'lsin. Shuning uchun bunaqa insonga turga chiqishni o'ylamang. Yigitim meni o'ylaydi, har doim meni tushunadi. Har qanaqa holatda ham seni sevaman deydi. Shiladi deymi? Shuni meni sevadimi demoqchisiz? Asalim sizni shiladi. Точно shiladi. Просто siz boku, ishonib qolmang deya unaqa narsalarga hoppa, ishonmang. Sizni sevsa ham, sizga hamma narsa qilib bersa ham, sizni jonidan ortiq sevib ketsa ham, ishonib qolmang hoppa. Baribir ham bitta variantingiz bo'lsin. Ertaga baqitib tashlab ketib qolsa, qayerdan bilasiz? Shimmi qolsa-chi? Конечно, qayerdan bilaman jonim, ishonmang baribir ham. O'ldim, kuydim desam ishonmang. Mana qancha blogerlarni ko'ryapsizlarmi? Er bilan jo'shib ketyapti, onalarimizdan bitta qiz bor edi. Endi 17 mingta подписчиги bor, o'zini bloger hisoblab, u ham yerdan jo'shib ketdi. Bolasi yosh, bola meni o'g'lim bilan почти teng. Yo'q, men bolamdan 6 oylik katta. Xullasdi, ishonmang. Я бы не поверила бы. Yigitlar bilan gaplashmagan qizga qanday bola uchraydi? Ko'pchilik aytadi, poklar uchun, lekin real hayotda doimo bu narsa to'g'ri kelmaydi. Nimaga deganda, ba'zan ko'p bolalar bilan gaplashgan, shu suri ko'cha ko'rgan qizlarga yoshroq, luqroq, xolos botanik, soddaroq bola uchraydi. Navorot, bolalar bilan gaplashmagan yaxshi, esli xushli qizlarga babnik shu suri ko'cha ko'rgan, ushlagan joyini qo'ya olmaydigan bolalar uchraydi. Nimaga deganda, ko'pincha shu suri bolalar yomon qizlar bilan yaxshi qizlar farqiga bora oladi. Chunki ko'chada ko'p yurgan bo'ladi, ko'p qizlar bilan gaplashgan. Shuning uchun yaxshi qizni uchratgandan keyin uni o'ziniki qilish uchun qo'lidan kelgancha harakat qiladi. Kerak bo'lsa ota-onasini borib pryamoy gaplashadi. Nimaga? Chunki duxi bor, shu suri bo'ladi. O'sha qizga erishish uchun harakat qiladi, osoncha taslim bo'lmaydi. Ahli birodarlar, sizlar darsh tasavvur qila olmaysizlar. Men shunaqa qizlarni bilaman, shunaqa yigitini qo'lida manaqasidan o'yinchoq qilib, nayrangiga o'ynatadi, o'zini nog'orasiga o'ynatadigan qizlarni bilaman-da. Prosta yana bir xil qizlar, to есть bir xil bolalar, sen merkantilniy ekansan, sen bunaqa ekansan, sen talablaring voshi ekan deb qo'yishadi. Voy ukam, rahmatiga, men seni mana qilib kukla qilib qo'limda o'ynatmayapman. O'tirdisi o'tiradigan, turdisi turadigan bolalar bor-da. G'anisher aka, o'tiring, meni aytganim bo'ladi, turmaysiz jihatga desa turmaydi. Tursin aka, bormaysiz jihatga, meni aytganim bo'ladi. Men kimman bu yerda? Desa, meni aytganim bo'ladi degan qizlar bor. Men oila haqida aytmayman, paka erga tegmagan, o'sha bolaga erga tegmagan misol uchun. Lekin yigitini shunaqa o'ynatib tashlaydi. Bormaysan dedim, bo'ldi. G'anisher bormaydi. Turmaysan dedim, bo'ldi. Tursunboy o'rnidan turmaydi. Yigitim tug'ilgan kunimda tabriklamadi, xafaman. Kechiraymi yoki yo'q? Kechuvani. Kechuvarish kerak bunaqa yigitdan.